Hurmatli yurtdoshlar, bizning kanalimizga obunachilar, bizni kuzatib o'tganlar. Mana bunday mana duxovkamiz bizda yangilik, ko'rishlaringiz mumkin. Somsalarni qaranglar, yaltillab pishganini. Haqiqiy somsa somsa bo'ldi bari. Mana bu duxovkani qaranglar, mana yopilishlarini, ruchkalariga e'tibor beringlar, bu ruchkalariga. Haqiqiy ishlovdi berildi. O'ta zamonaviy qilib yasaldi, xudo xolasa. Termizda bo'ladi bu duxovkamiz. Stiklota qo'yilgan o'rtasiga, qirg'oqlariga mana bunday ikkiga ikki profildan yurgizdirilgan. Profillar ham bir vashi baquvvat mashinada ishlatilgan. Kraskalar kuymaydigan kraskadan. 600 gradusda o'zi 300 gradusda qizdirib beradi. Mana bu yerda datchikli bo'ladi bu. Ko'rishlaring mumkin. Mana 300 gradusda qizdiradi. Datchikli. Mana bu yerda mana bularni mabodo kuyib netadigan bo'lsa, bir narsa bo'ladigan bo'lsa, shuni yechsalaring olinadi. Mana shu yerdan bemalol montajini ko'rib, yana tentini mana qaysi tent ketgan bo'lsa, bu yerda samarangizlar bor. Shuni yechsangiz bo'ldi, ish bitdi. Almashtiraverasiz. Bunimiz juda universal, o'ta udobniy, xalqbop bo'lib chiqdi. Mana заводскойdan ham o'ta nima bo'ldi? Bemalol o'sha birontasi ishdan chiqadigan bo'lsa, almashtirib chiroyli bemalol o'rniga qo'yaverasizlar. Hech qanday ustaga borishlaringiz shart emas. O'ta zo'r xalqbop yasadik buni. Yangi biznes boshlayotgan turganlar uchun juda ham zo'r narsa. O'zi hozir ko'pchilik bunda masalan to'ylarga, dasturxonlarga somsalar qilib beryapti. Masalan, shundan olib foydalansangiz, normal foyda ko'rasiz inshaalloh. Bunimizga keladigan bo'lsak, narxlari 1.500.000 so'm, dastavkasi отдельный pul. Mana bunday duxovkasidan, patnisidan 3 ta qo'shib beriladi. 3 ta bo'ladi. Shu mana shu patnisi. Bemalol xudo xolasa zo'r ish berishlari, mana somsalarni o'zi ko'rib turibsizlar, yaltillab juda chiroyli pishdi o'zi ham. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Bizning manzillarimiz o'sha Farg'ona viloyati bo'ylab tumanidan bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan mo'shti like demaysizlar, kommentariyga o'z fikr va izohlaringizni yozib qoldirasizlar. Videomizda ko'proq tarqatsalaring, ko'proq kimgadir ulashsalaring, kimgadir manfaatli, kimgadir foydali bo'lib qolishi mumkin. Mana shu yasagan narsamiz. Barchalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bittadan mo'shti like demaysizlar.